Faqat ikkitagina narsa, application juda qiyin emas. Shu diplom bilan IELTS bo'ldi. Boshqa hech narsa talab qilinmaydi. Masalan, Motivation letter, hech anaqa recommendation letter unaqa narsalar so'ramaydi. Siz bu yoqda mana bunaqa narsa-da, siz o'zingizni qiziqishingizga qarab o'qiyverasiz. 30 kreditingiz yopib bo'ldingiz, bo'ldi. Boshqa fan olishga haqqingiz yo'q degani emas. Xohlagan faningizni xohlaganicha o'qiyverasiz. Bakalavr diplomimni tan oldirishni boshlaganman. Bu proses may oyida boshlangandi. Eshitgan bo'lsangiz kerak, shu Germaniyada ko'p mediklar, farmatsevtlar o'sha FSP, KP imtihonlarini topshirib, farmatsevt sifatida ishlash, o'sha narsani boshladim. Hozir ham farmatsevtika institutida magistraturasida faqatgina sizni institutda domla bo'lishga tayyorlaydi. Ya'ni sizga prezentatsiyalar, mustaqil ishlar, shunga o'xshash qog'ozlar, shunaqa narsalarni to'ldirishni o'rgatdi. Men bir oy faqat shu narsa bilan mashg'ul bo'ldim. Bir kunda 5 kun o'qish bo'lsa, soat 8:30 dan 4gacha o'tirib faqat kompyuterda mustaqil ish qilardik. Endi bilmadim, texnologiya yo'nalishi shunaqa bo'lganmi yoki men keyinchalik bilish kerak. hozir shunaqa. Ha, bilmadim qanaqa. Xullas, Germaniyada umuman boshqa narsa. Germaniya narkotiklar sotiladi aptekada. Agar xabaringiz bo'lsa, shu o'zi Germaniyada mumkin emas edi narkotik sotish. 2023 yoki 24-yilda adashmasam, yanvar oyidan boshlab narkotik sotishga ruxsat berildi. Endi 10-dekabrdan O'zbekistonda ham shunaqa kuchga kirdi. Ya'ni Toshkent shahrida va viloyatlarda, bitta-bitta tumanlarda, 14 ta tumanda hozir shifokorlar elektron retsept tizimi joriy etildi. Ya'ni aptekaga kirsangiz, elektron retseptsiz hech qanaqa qo'lingizga retsept bilan beradigan dorini apteka bermaydi, bersa jarimasi bor. Bugun siz bilan nima haqida gaplashamiz? Germaniyaga qanaqa borganingiz, hozir o'zingiz moliyalashtirib ketgansiz va bu qanaqa davom etyapti? Ya'ni qanaqa moliyalashtirib ketgansiz? Viza jarayonlari, umuman shular to'g'risida umumiy ma'lumot gaplashamiz va kerakli joylariga chuqurroq kirishga harakat qilamiz. Keyin umumiy masalan bakalavr davrini ham, keyin magistratura davrini ham ozroq suhbatlashib o'tamiz. Birinchi o'rinda ozroq o'zingizni tanishtirsangiz, keyin davom ettiramiz. Hop. Shu ismim Shoira deb boshlayman. Shu Shoira Jumatova ism sharifim. Toshkent shahrida tug'ilganman. Farmatsevtika institutida 2023 bitirgan bo'lsam, 2018 dan boshlab o'qigan bo'lamanmi? Shu 2018-2023 yil orasida 5 yil mobaynida shu farmatsiya yo'nalishida o'qib, keyin magistraturaga 2023 bitirgan yilimni o'zida Berlindagi Ozod universiteti, nemischasiga Freie Universität Berlin yoki inglizchasiga Freie University of Berlin hujjat topshirib shu joyga o'qishga kirdim. Farmatsevtik tadqiqot yo'nalishida, pharmaceutical research yo'nalishi bu sal ilmiyroq bo'lgan yo'nalish. Ya'ni bizda misol uchun bilmayman, to'g'risi O'zbekistonda o'sha farmatsevtika yo'nalishida tadqiqot yoki shunga o'xshagan narsalar bor yo'qligini. Ko'proq shu keyinchalik PhD yoki umuman professorlikka bo'lgan yo'lni boshlanishi deb qarasa bo'ladi bu yo'nalishni. Aynan farmatsiyani o'zi emasda, misol uchun Germaniyada farmatsiya o'qiganman desangiz, hamma sizga aptekachi sifatida qarashadi-da, именно apteka yo'nalishida. Lekin men pharmaceutical research yoki farmatseutische Forschung deb aytsam, bu umuman boshqa narsada, ilmiy yo'nalish. Xullas shunaqa omadimiz kelib kirganmiz Germaniyaga. Berlin Ozodlik universiteti, o'sha Berlindagi asosiy 4 ta universitetlardan, yirik universitetlardan bittasi va o'sha adashmasam 2025-yilda top reytingida 2024-yilda edi. 97-o'rinda turadi dunyo bo'yicha. 25-yilni aniq ma'lumotini ko'rmadim hali, lekin menimcha shu 88-o'rin bo'lishi kerak. Har yil o'zgarib turadi. Lekin shu top 100 talikka kiradi, o'zim faxrlanaman universitetda. Zo'r. O'zi Germaniyaning juda ko'p universitetlari reytingidan qat'iy nazar deyarli sifati bir-biriga juda yaqin deyishadi. Sifati bir-biriga juda yaqin.
Men qiziqtirgan savol, siz bakalavr farmatsiyani o'qigansiz. Nimaga farmatsevtikani tanlagansiz? Ya doktor bo'lmagansiz, ya stomatolog bo'lmagansiz? Yaxshi savol. Uh, Shunchaki o'ylab ko'rganman. Biologiya, kimyo o'qib yurgan paytimda kimyo biologiyadan ko'ra kuchliroq bo'lganda, kimyoga qiziqishim yuqoriroq bo'lgan. Keyin endi menda variant bo'lgan stomatologiya, keyin meditsina, shu tashmiy, farmatsevtika milliyga topshirish degan variantim bor edi. Dadam farmatsevtika deganlar, oyim stomatologiya deganlar, men o'zim tashmiyga topshiraman deganman. Keyin shu o'ylab ko'rib, ustozlarim bilan maslahatlashib, farmatsevtikani tanlaganman. No, menimcha o'zim o'ylayman, ko'proq kimyoga bo'lgan qiziqishim yuqoriroq biologiyadan ko'ra bo'lganligi uchun shu farmatsevtikani tanlaganman. Tushunarli. O'zi farmatsevtikani tanlaganingizga afsuslanmaysizmi? Hozirgi sharoitda yo'q. Zo'r. Agar oldinroq so'raganingizda balkim ha afsuslanaman deb aytgan bo'lardim, lekin hozirgi sharoitda yo'q, umuman afsuslanmayman. Chunki o'zim yaxshi ko'raman shu yo'nalishni, qiziqishim endi ortyapti. Ya'ni aynan tadqiqot qilib boshlaganingizdan keyin, sharoitni ko'rib boshlaganingizdan keyin, buni kelajagini ko'rib boshlaganingizdan keyin yanada qiziqish ortdi. Tushunarli. Demak, siz farmatsiyaga o'qishga kirdingiz, 5 yil o'sha yerda o'qidingiz. Qachon chet elda o'qish fikri uyg'ondi sizda? Aynan nimaga yana Germaniya, boshqa davlatlar ham bormidi umuman aytganda? Ha, bor edi. O'zi chet elda o'qish niyatim meni boshidan bo'lgan. To'g'risini aytsam, birinchi kurslardan o'zi umuman bu faqat orzu bo'lgan, lekin amalga oshmaydi deb o'ylagandim. Xo'p, o'zi umuman shu ingliz tili o'rganib, IELTS ga tayyorlanib yurganman. Chet elda o'qish fikri 5-kursimda kuchaygan. Shu o'qishni bitirayotgan paytimizda nimaga aynan Germaniya degan savolingizga kelsak, chunki Germaniyaga o'qishga ketgan bitta dugonam bor edi, matematik. O'sha dugonam ketayotganida havas qilganim. Endi bizda 5 yillik o'qish sistemasi, u qiz dugonam 4 yillik o'qish sistemasida matematika yo'nalishida 4-kursni bitirib ketayotganida biz hali endi 5-kursga o'tdik. Shunda havasim kelgandi Germaniyaga ketgan paytida. No, aloqamiz bor edi, gaplashib turardik. O'shandan bilardim Germaniyaning universitetlari tekin ekanligini, davlat universitetlarining tekinligini. Kontrakt, hech qanaqa kontrakt to'lamaysiz. Davlat universitetlariga shu narsasi yoqqan menga. Eng birinchi yoqqan narsasi, tanlashimga eng katta sabab shu bo'lgan. Chunki to'g'risi, misol uchun boshqa universitetlarga ham hujjat topshirganman, masalan, Irlandiyaga, Malayziyaga, keyin Britaniyaga ham topshirganman. Xullas, hammasidan Irlandiyaga ham o'qishga kirdim. Esimda yo'q. Qanaqadir kollej edi nomi, hozir aniq bilmayman, lekin uni kontrakti 20 qanchadir ming edi-da, taxminan. Meni moliyalashtirishga unaqa katta pulim yo'q edi. Umuman boshqa davlatlarda ham, agar Britaniyaga kirgan taqdirimda ham El-yurt umidi yoki shunga o'xshash qanaqadir jamg'armalar orqali ketishni ham o'ylaganman, lekin o'sha narsaga ham menda sharoit bo'lmagan. Men Britaniyaga topshirganimdan keyin El-yurt umidi jamg'armasini o'sha deadline tugab bo'lgan edi. Britaniyaning o'zidan ham menga anaqa kelgan, отказ kelgan. Xullas, sharoit, hamma narsa faqat shu Germaniyaga to'g'ri kelganda menda. Yo'lim shu tomonga ochilgan, xullas, menda. Shuning uchun shu Germaniya to'g'ri kelgan. Qanaqa boshlangan o'zi ingliz tilini qachon o'rganib boshlagansiz? O'zim ingliz tilini universitetda o'qib yurgan paytim 2-kursda boshlagan edim. Keyin o'sha payti agar 2020-yil edik. Shu 2020-yilda karantin boshlanib qoldi. Shu bilan ingliz tiliga bormasdan to'xtab qolgandi karantin sababli. Karantin tugagandan keyin adashmasam 3-kurs oxirlarida yana qaytadan ingliz tilini o'qish boshladim. O'zi umuman chet tilini o'rganish niyatim shu institutga kirganimdan keyin bo'lgan edi. No, unaqa qattiq berilib o'qimaganman, ingliz tilini ham qattiq tayyorlanib o'qimaganman. 4-kursning oxirida edi, adashmasam IELTS oldim. IELTS balim ham juda yuqori emas. 6 bo'lgan IELTS balim. Lekin o'sha Germaniyaga kelishimga 6 o'zi yetarli bo'lgan. Aynan men topshirgan yo'nalishga, men topshirgan sohaga. Ko'pchilik misol uchun savol beradi, IELTS 5,5 5 bilan Germaniyaga ketsa bo'ladimi degan savollarni berishadi-da, masalan. Ko'pchilikka, lekin misol uchun men aytgan bo'lardim. Men hozir javob bersam ham 6,5 eng minimum ball 6,5 yaxshi.
O'zim 6 bilan kelgan bo'lsam ham shunaqa deyman, chunki kursdoshlarimni ichida 6 IELTS bilan kelgan birorta odam yo'q edi mendan tashqari. Mani omadim kelib qolganligini sababi ko'proq diplom balim deb o'ylayman. Shu diplom balim 97% bo'lganligi uchun Germaniyani o'sha standartlari bo'yicha baholash sistemasi 1 dan boshlanadi. 1-0 eng yuqori ball. 1-1 ga to'g'ri kelganda. Menimcha shuning uchun menga qiziqish bildirib, institutga qabul qilishgan deb o'ylayman. Tushunarli. U Germaniyada akademik qancha yuqori ball olgan bo'lsa, shuncha yaxshi ulug'lashadi. Imkoniyat oshadi, yuqoriroq bo'ladi. Ya'ni ular bizdagi sistema qanchalik darajada bunga yaxshi ishlaydi, ishlamaydi, bunga farqi yo'q. Ular shu akademik ballga ro'y-rost ishonishadi. Shuning uchun shunaqa. Shuning uchun talabalar masalan 1-kursdan 5-kursgacha yaxshiroq bahoga o'qigani ma'qulroqda. Ko'pchilik masalan men baho qiziqtirmaydi. Men o'zimda ham shunaqa bo'lganda, baho qiziqtirmaydi, men bilim kallamda bo'lsa bo'ldi degan o'y fikrda yurganmiz. Keyin anglab yetsam, baho muhimligi deyarli kechida 3-4-kurs bo'lganimda edi. Shunaqa. Endi Germaniyada qog'oz gapiradida, haqiqatdan ham qog'ozni borda, bitta qog'ozga erishish uchun juda qattiq mehnat qilishadi-da, nemislarning o'zi ham. Shuning uchun dokumentingiz joyida bo'lsa, to'g'ri kelsa, Germaniya bu narsaga juda qattiq qaraydi. Shuning uchun menimcha shu menga plyus bo'lgan deb o'ylayman. Tushunarli. Germaniyadan universitet qidirib qachon boshlagansiz? Qaysi vaqtlardan? 5-kursimizda o'rtalarida boshlaganman. Faqat Germaniyada emas, men butun dunyodan qidirishni boshlaganman. 5-kurs o'rtalarida. Tushunarli. Germaniyada shu Free University'dan tashqari boshqa universitetlarga ham topshirib ko'rganmisiz yo bitta o'shanga topshirganmisiz? Germaniyaga faqat Freega topshirganman, chunki farmatsevtika yo'nalishiga to'g'ri keladigan boshqa topolmaganman Germaniyada. Bilmadim, balki yaxshi qidirmaganmanmi. Aynan bizni yo'nalishga to'g'ri keladigan faqat shu Berlindagi, faqat shu Frey universitetidagi yo'nalish topganman. Aynan magistraturaga, aynan ingliz tilidagiga. Chunki menda nemis tili bo'lmagan u paytda, men umuman nemis tilini bilmasdim. Bor edi to'g'ri yo'nalishlar, hozir esladim. Boshqa yo'nalishlar hammasi nemis tilida bo'lganda, faqat ingliz tilidagi yo'nalish bitta shu Frey universiteti bo'lgan. Tushunarli. Demak, 6 eng minimum ball bilan qabul qilish mumkin bo'lgan til talabi bo'lgan u yerda, to'g'rimi? Demak, yo'q, til talabi aslida adashmasam 5 yoki 5,5 edi. O'sha requirementsda o'qiganimda yoki 5 yoki 5,5 edi IELTS, lekin menimcha bo'yicha 5,5 ni hech kim qabul qilmas edi. Menimcha B2 degan requirement qo'ygan edi. Men ham bir qaraganimda B2 bu 5,5 dan boshlanadi-da. Shuning uchun bo'lishi mumkin. Lekin shu IELTS qovus ichida 5,5 deb yozilgan joyini aniq eslayman-da. Tushunarli. Shuning uchun, lekin 5,5 ni olish ehtimoli baribir kamroq deb o'ylayman. Balkim boshqa tomondan o'sha diplom ballingiz yoki olgan yutuqlaringiz, qanaqadir yana xalqaro sertifikatlaringiz bo'lsa, mayli 5,5 bo'lsa ham olamiz deb aniq olishim mumkin. Lekin 5,5 baribir qiyinroq masala. Tushunarli. Free University'ga nima hujjatlar talab qiladi? Ya'ni application procedure'da. Faqat ikkitagina narsa, application juda qiyin emas. Shu diplom bilan IELTS bo'ldi. Boshqa hech narsa talab qilinmaydi. Masalan, motivation letter, hech qanaqa recommendation letter, unaqa narsalar so'ramagan. Tushunarli. Qanday qolgan universitetlar shunaqa osonroq bo'lgan deydi. Shunaqa, o'zim ham hayron qolganman, nimaga Germaniyada bunaqa universitetda ikkitagina hujjat qabul qilyapti deb. Keyin endi menda nima muammo bo'lgan? Menda bo'lgan muammo, biz hali 5-kursni bitirmagan edik. Topshirayotgan paytimda 30-may oxirgi deadline bo'lgan, topshirish 31-may. O'sha topshirish muddatida biz hali 5-kursni tugatmaganmiz va qo'limda hech qanaqa diplom yo'q edi. Bunaqa sharoitda men dekanatga borib, baholar transkripsiyasini olib, keyin uni nemis tiliga, ingliz tiliga tarjima qildim shekilli, adashmasam. Ingliz tiliga tarjima qildirib, keyin IELTS bilan ikkalasini qo'shib, UniAssist degan portal bor edi. O'sha UniAssist portaliga uni joylashtirasiz, lekin shu juda ham uzoq proses. O'zi Germaniyada ham
hamma narsa shunaqa kamida 3-4 oy oldindan planlashtiriladi. Misol uchun men 30-mayda deadline'ga bir kun qolganda topshirganman. Keyin u narsa proses ketar ekanda, men tushunishim bo'yicha keyin o'sha UniAssist portalida proses ketgan. Ular sizni avval diplom o'sha sistemangizni Germaniyani o'sha sistemasiga to'g'rilab transkripsiya qiladi. Bu degani misol uchun bizda 97% ballim misol uchun 4 butun nechidir baho turgan bo'lsa diplomimda, Germaniya sistemasi bo'yicha o'sha 1 degan bahoni chiqarish uchun menga taxminan bir iyun oyidami, 20-iyunlardami javob kelganda sizni baholaringiz transkripsiya qilindi va universitetga topshirildi deb. Masalan universitetga topshirishni o'ziga taxminan 1 oy vaqt ketganda. Masalan, ba'zi Yevropa universitetlariga siz diplomingizni topshirayotganingizda transkriptingizni agar GPA bo'lmasa, GPA ga ya'ni to'rtlik adashmasam GPA to'rtlik u. Shu uni men o'zi to'g'risini tushunmayman. Menimcha u Amerikaning anaqasi bo'lishi kerak. Yo, umuman Yevropa ittifoqiga tegishli bo'lsa kerak menimcha GPA adashmayotgan Men ham aniq bilmayman-da, to'g'risi. Germaniyanikini bilaman-da. Ko'pchiligi shunaqa GPA ga o'girishni so'rashadi. Siz masalan qo'lingizda o'zingiz o'sha qanaqadir kalkulyatsiya qilib beradigan saytlar bor, o'shanga qo'yib taxminan o'zingiz o'girib berasiz. Lekin UniAssist afzal tomoni unga menimcha to'lovi bor. O'sha to'lovni qilasiz, siz transkriptlaringizni yuklaysiz. Ular o'zlari diplomingizga qarab o'zlarini Germaniyaning baholash sistemasiga o'girib beradi. UniAssistni o'zida hech qanaqa anaqasi yo'q edi, to'lovi yo'q edi, adashmasam, lekin universitetni o'ziga topshirishingiz uchun to'lov bor edi. UniAssist tekinmi? Menimcha UniAssist orqali universitetga topshirganligingiz uchun siz universitetga faqatgina to'lov qilasizda. Men UniAssistni o'ziga alohida to'lov qilganimni eslolmayman-da. Tushunarli. Nima bo'lsa ikkalasiga bitta-da. O'rtadagi anaqa vositachi xolos deb tushunganman. Lekin o'sha UniAssist orqali to'lov qilasiz-ku, baribir ham application uchun. Shunchaki o'rtada vositachi bo'lib beradi deb o'ylaganman. Tushunarli. Demak, application qilish uchun UniAssistga hujjatlaringiz IELTS va diplom bali tarjimasini topshirasiz. Ular sizga transkript GPA o'zini baholash sistemi nemislarning baholash sistemasiga o'girib beradi. Undan keyin siz o'sha yerdan universitet tanlab, o'sha yerdan UniAssistni o'zidan adashmasam universitetga topshirasiz. UniAssist o'zidan men o'sha UniAssistga topshirsam bo'ldi-da, u qolgan proseslar o'zi UniAssist bilan universitet orasidagi anaqa bo'ladi. Jarayon bo'ladi qolgan. Tushunarli. Taxminan universitetlarga qachon ochiladi, application ochiladi Germaniyada? Ikkita qishki va yozgi semestr uchun o'zi bo'ladi. Application, lekin ko'pincha shu universitetga ham bog'liq applicationingizni deadline, misol uchun o'sha aniq esimda 31-may biz uchun oxirgi deadline bo'lgan bo'lsa, boshqa universitetlarda ertaroq tugagan payti ham bo'lgan, aprelda yoki ba'zi joylarda menimcha maydan ham o'tib ketganlari ham bo'lgan. Sizni yo'nalishingizga va universitetingizga ham bog'liq, lekin ikkita asosan semestrda 1 yilda 2 marta bo'ladi, yozgi semestr va qishki semestr uchun. Men shu yozgi semestr uchun topshirganman va o'qishimiz oktyabrda boshlangan keyin. Tushunarli. Demak, o'zim adashib ketdim. Qishki semestr uchun topshirgan bo'laman. Mayda topshirgan bo'lsam, oktyabrda o'qish boshlangan, qishki semestrni amalisi bo'ladi. Sal o'zi chalkashroq bu qishda o'qish boshlansa yozgi semestr bo'ladimi? Yozda o'qish boshlansa qishki semestr bo'ladimi? Shunaqa sal chalkashroq. Kuzda boshlansa qishki semestr. Shunaqa. Bahorda boshlansa yozgi semestr bo'ladi. Ya'ni application jarayoni qaysi payt boshlansa o'sha semestr deb nomlanadimi endi? Yo'q, nabarot. Application menda yozda boshlangan, mayda topshirgan bo'lsam, mayda men qishki semestr uchun topshirganman-da. Bo'ldi, tushunarli. Teskarisi bo'ldi. Qishda bo'lsa yozgi semestr uchun topshiradi. Tushunarli. Demak, siz UniAssist orqali universitetga topshirdingiz, keyin sizga acceptance letter berishdi, to'g'rimi? Qabul qilinganligingiz to'g'risida. Undan keyingi jarayon undan oldin ham nimadir bormi?
Ha, undan oldin shu UniAssistdan xabar keladi, email keldi, shu sizniki transkript qilindi. Undan keyin e, aytmoqchi bo'lgan joyim bor. Xo'p, o'zi undan oldin, misol uchun men o'zi universitetga topshirgan paytimda ikkita yo'nalishga topshirganman. Birinchisi o'sha pharmaceutical research, ikkinchisi biochemistryga ham topshirganman. O'zi bitta universitetda maksimum faqatgina ikkita yo'nalishga topshirsangiz bo'lardi o'sha paytda. Endi men o'zim bilgan Germaniya universitetida, misol uchun men Freyga topshiryapmanmi, Freyda faqat ikkita yo'nalishga topshira olardim. Birinchi yo'nalish, asosiy yo'nalish tanlaganim pharmaceutical research, u uchun $70 pul to'laganman. Ikkinchisi qo'shimcha yo'nalish, bitta universitetda ikkita yo'nalishga topshirganligim uchun ikkinchisini narxi arzonroq bo'lgan va $30 to'laganman. Umumiy hisobda $100 pul to'laganman ikkita yo'nalish uchun. Birinchi menga o'sha UniAssist orqali topshirganimdan keyin ular o'zi men uchun shaxsiy kabinet berishgan. O'sha shaxsiy kabinetim bu application topshirganligim uchun ochilgan menga kabinet va o'sha o'zlarim kodlarimni, login parollarimni kiritib har doim o'sha ketayotgan proses haqida ko'rib turardim. Birinchi bo'lib biokimyodan отказ kelgan menga. Biokimyodan отказ kelganiga men sababi shu, menimcha bizni o'qigan fanlarimiz biokimyo yo'nalishiga to'g'ri kelmagan deb o'ylayman. Shuning uchun menimcha отказ kelgan. Keyin ikkinchisida birinchi sizga rejectiondan ham oldin shunchaki valid degan yozuv kelganmanda, ya'ni o'sha yaroqli degan, bu shunchaki dokumentlarimni to'g'ri kelishi, ya'ni o'sha mana shu pharmaceutical research yo'nalishiga men o'qigan fanlarim, men o'z umuman hamma olgan diplomim, IELTS ballarim to'g'ri keladi degan. Bu lekin hali men o'qishga kirdim degani emas. Bu narsa adashmasam iyunni yoki iyul o'rtalarida kelgandi menga o'sha valid degan proses javobi. Keyin sentyabr oyining oxirlarida menga o'sha letter keldi. Universitetga qabul qilindingiz degan xat kelgan, o'sha anaqa bilan elektronniy imzo bilan kelgan. Shu keyin ungacha ham magistraturada o'zimiz universitetga ham topshirib qo'yib o'qib yurgan edim. Hali chunki bilmasdim nima bo'lishini, kirmasligim emas edi. Bir oy farmatsevtik texnologiya yo'nalishida o'qib yurdim. Keyin o'qishni tashlab Germaniyaga ketganman. Sentyabrda oxirida javob chiqqanmi? Shunaqa, chunki o'zi Germaniyada asosan o'qish 16-oktyabrda boshlanadi. O'sha 16-oktyabrgacha sizga уже anaqa keladi-da, javobi keladi-da. Menimcha ozgina kechikkan deb o'ylayman, sentyabr oxiriga. Lekin mendan ham kech javob olganlar bo'lganda kursdoshlarimning ichida. Oktyabr oxirlarida, noyabr boshlarida o'qishga kelganlar ham bo'lgan. Chunki sizga javob kelgandan keyin siz vizaga ham topshirasiz. Vizaga topshirganingizdan keyin u narsa hamma davlatda har xil bo'ladi. Masalan uchun menda viza 1 oyda chiqqan. Boshqa davlatlarda ozgina vaqt oladi bu narsa. Ba'zi dugonalarimga iyul oyida kelgan javob. Hammaga har xil kelganda, shunaqa. Menga aynan sentyabr oxirida kelgan. Balkim shu applicationimni oxiriga taqab 30-may kuni topshirganim uchun, shuning uchundir balkim. Unisini bilmadim, lekin unisi qorong'u. Tushunarli. Hozirgi kunda sizniki ertaroq chiqibdi-da vizangiz. Hozirgi kunda vizaga, ya'ni Germaniyaga jarayoni menimcha ancha cho'zilib ketgan. Men ham eshitdim, 1 yildan beri viza kutayotganlar bor ekan. Nimaga unaqa bo'lib ketdi, tushunmay qoldim. Ya'ni Germaniyaga ketayotganlar, O'zbekistonga ketayotganlar soni juda yuqori ortib ketgani sababli qanaqadir o'chirib, ya'ni viza chiqishi qiyin-da. Uning uchun vizaga terminmi nimadir ertaroq olib qo'yish kerak adashmasam, termin ertaroq olib qo'yish kerak adashmasam. Agar acceptance letterda kutadigan bo'lsa, u kechda u qolib ketadi. Hozirdan olib qo'ysa, masalan, hozirgi данный momentda dekabr, yanvarda olib qo'ysa, navbati masalan iyunda keladimi yoki sentyabrda, avgustda keladimi? O'shanga qarab tezroq, ertaroq universitetga ham topshirib qo'yish kerak, ertaroq xat olish kerak va masalan vizaga ham bir avgustlarda kirsa, sali yaxshiroqda. O'shanga ertaroq o'chirib qo'ysa. Balkim hozir, lekin O'zbekistonda aynan qanaqa nima bo'layotganligini men uncha tushunmadim.
man o'sha paytda vizametrik orqali topshirganman. Endi u o'rtadagi vositachi bo'lgan. Shunchaki elchixonaga kirib topshirmaganman-da. Masalan, vizametrikka dokumentlarimni berganman. Ular vizametrik o'zi elchixonaga dokumentlarimni berib, shunaqa qilib viza olib berishgan. Shu 1 oy ichida javobi chiqqan. 1-oktyabrdan boshlanganda vizam o'zi. Hozir balkim ishga kelayotganlar ham ko'pda Germaniyaga, faqat o'qishga emas. O'qishga kelayotganlar, xususiy universitetlarga o'qishga kelayotganlar ham juda ko'payib ketgan. Bilmadim nimaga qarab viza berishyapti hozir, qanaqa kriteriyalarga qarashadi. Aniq hech narsa deya olmayman lekin to'g'risi. Hozir vizametrik deganingiz bu qanaqadir nimami? Nimalar bor-ku yuboradigan. Vizametrik u o'zi o'sha paytda faqat vizametrik orqali asosan dokumentlar topshirilardi-da. O'sha paytda so'rasangiz, shu 2023-yil kelganman, o'sha yillari kelgan ko'pchilik studentlardan, o'zbeklardan so'rasangiz, ko'pchilik vizametrikka topshirib keyin kelgan. Lekin o'zi har yili o'zgarib ketadi, to'g'risi. Misol uchun qonunlar yangilanib, hamma narsani turi o'zgarib ketaveradi-da, O'zbekiston bilan Germaniyani orasida. Germaniyani o'zida ham misol uchun viza cho'zishga kirib chiqqanimda o'sha yili o'chirtni 2-3 oy oldin olish kerak edi. Hozir umuman boshqa sistema bilan vizani cho'zish kerak. Germaniyada juda tez o'zgaradi hamma narsa. Shuning uchun hozir bilmayman shu O'zbekistonda qanaqa. Lekin vizametrikni o'zi shu o'zim hozir aytganimdek, o'rtadagi vositachi xolos. Vizametrikka siz dokumentlaringizni olib borib berasiz, u sizni dokumentlaringizni olib elchixonaga sizni nomingizdan topshiradi va anaqa nima edi? Vizangizni chiqqanidan keyin sizni vizangiz chiqdi deb sizga xabar beradi, bo'ldi. U oddiy vositachi xolos, shunchaki sizni dokumentlaringizni ko'rib beradi. To'g'ri, noto'g'ri. Tushunarli. Shuning uchun ham pul to'laysizda keyin. U hozir sizlarning paytlaringizda viza olish jarayonida intervyu bo'lmaganmi embassy bilan? Yo'q, men aynan kirmaganman-da intervyuga. O'sha vizametrikka dokument topshirganman, keyin shunaqa qilib vizam chiqqan. Lekin o'sha paytda ba'zilar kirgan elchixonaga. Men misol uchun oila birlashtiruvi, shunga o'xshash narsalar ham bor-da. O'sha oila birlashtiruviga o'xshagan proseslarda elchixonaga kirib, suhbat bilan olib chiqishganini eshitganman. Lekin studentlar, o'sha paytdagi studentlar ko'proq vizametrik bilan kirib olib chiqishardi. Menimcha Schengen vizaga ham vizametrik orqali olishardi. Hozir o'shalar hammasi o'zgarib ketgan. Tushunarli. Buni bir surishtirish kerak, buni aniqlashtirish kerak. Menimcha hozir face to face qanaqadir intervyu bilan viza berish jarayoni ketyapti shekilli. Demak, u vizametrikka qo'lingizda iltis faollar bor, keyin universitetdan xat bor, qabul xati bor. Endi vizametrikka, umuman vizaga topshirish uchun yana nima hujjatlar qildingiz? Voy, eslashim kerak uni. 2 yil oldingi narsada. Hozir adashmasam shu pasport, keyin litseyimni diplomi ham bor edi menimcha. Litseyimni diplomi, keyin o'sha universitet bakalavr diplomi, IELTS, keyin O'zbekistonda sudlanmaganlik haqidagi guvohnomani ham topshirishingiz kerak. Uni o'sha my.gov.uz dan oldim, portaldan. Yana nima asosiy hujjatlar? Bank счётchi. Siz bank счёт, to'g'ri. Aniq. Esladim. Men vizametrikka to'g'ri keladigan paytda konsalting firmaga murojaat qilganman, chunki o'sha menga enrollment kelgandan keyin ham yana bitta bosqich bor edi universitetda. Menga xat kelgan Germaniyadan, pochtamga xat kelgan. Pochtaga xat keladi, 15 ta list berilgan. O'sha 15 ta dokumentni siz pochta orqali Germaniyaga yuborishingiz kerak edi. Kerak bo'ladi. O'sha listdagi narsalarni men tushunmaganman. Nima haqida gap ketyapti, nima yuborishim kerak, o'zim hech qaysini tushunmaganman. Keyin konsalting firmaga borganman, mana shunaqa list, mana shu narsalarni men Germaniyaga yuborishim kerak. Bundan tashqari vizametrikka ham, o'sha viza uchun ham dokument yig'ishim kerak. Shuning uchun menga yordam kerak deb keyin o'shanda yordam so'raganman. Ungacha bo'lgan prosess hammasini o'zim qildim-da. U Germaniyaga shunaqa xat keluvdiki, menga shu dokumentlarni yuborsangiz, keyin siz o'sha o'qishga qabul qilinganligingiz tan olinadimi? Shunga o'xshagan narsa kelgan. Uning ichida semestr fee ham bor edi. O'sha semestr feeni to'lasangiz, keyin siz o'qishni o'sha Germaniyaga borib davom ettirasiz. Chunki o'qishga kirib ham o'qimaydiganlar ko'p-ku. O'sha narsa Germaniya uchun
anaqa kafolat bo'ladida. Haqiqatdan ham mana shu o'quvchi mana o'qishga kirdi va kelib o'qiydi, chunki semestr pulini to'lagan. Undan tashqari yana o'sha ular ham shu litseyimni diplomi, universitetimni diplomi, keyin yana eng muhim narsa bu insurance bo'lgan, health insurance. U narsani man tushunmaganman. Manda umuman health insurance haqida hech qanaqa anaqa bo'lmagan, fikr bo'lmagan. Keyin o'ylaganman O'zbekistondan olib health insurance borishim kerak deb o'ylaganman. U Germaniyani o'zini health insuranceini so'ragan ekan. Shuning uchun ham keyin men baribir o'sha konsalting firmaga murojaat qilganman. Fintiba degan programma orqali menga o'sha blok shotimni va o'sha insuransimni hal qilib bergan. Germaniyada har xil health insurance bor. Hozir meni health insuranceim bir oyiga 120 euro to'layman. Shunaqa health insurancedaman. Shu kelganimdan beri har oy to'lab kelaman. O'sha narsani ham Fintiba orqali DAK degan o'sha soliq sug'urtasida qilib berishgan ular. И blok shotimga ham o'sha o'zlari shot berishadi. O'sha shotga bankka pul qo'yib, uni ham o'sha anaqa qilib bergan, konsalting firma qilib bergan. Pulimni qo'yib, keyin shuni ko'rsatib, viza metrikka ham keyin shu bilan olganman vizamni. Tushunarli. Demak, tushunmagan ko'pchilik dokumentatsiya ishlaringiz firma bilan bitgan ekan. Shunaqa, ha, tushunmagan, chunki iloji bo'lmaganda o'sha paytda men ketishim kerak bo'lgan. Men rozi edim, menga qanaqa bo'lsa ham yordam kerak edi. Kamroq vaqt qolgan o'qish boshlanishiga. Ha, juda kam vaqt qolgan. Rostdan unaqa bo'lgan, stres bo'lgan. Mana bu avia biletlarni ham so'ramasmidi? Yo'q, bilet so'ramagan. Viza uchun u narsa muhim emas. Vizani qo'limga olganimdan keyin bilet sotib olganman. Tushunarli. Demak, vizangiz bir oyda chiqqan deyarli. Yaxshi, zo'r. Demak, siz viza oldingiz, bilet oldingiz, keyin Germaniyaga bordingiz. Birinchi taassurotlar qanaqa bo'lgan Germaniyada borib qo'yganingizda? Germaniyaga kelgandan keyin boshlangan deyman. Xo'p, Germaniya Berlinga kelganman. Umuman hech kimni tanimayman. Yaxshi tomoni, kelishimdan oldin kvartiram hal bo'lgan. Germaniyada, ayniqsa Berlinda juda katta muammo kvartira topish. Men Facebook orqali odam qidirganman. Germaniyada shu FUda o'qiydigan kimdir, nimadir, Germaniyadagi o'zbeklar degan kanallar bor ekan. Shunaqa hamma joyga yozib chiqqanman xullas. Keyin oxiri menga yordam beradigan odam topilgan xullas. Xudoga shukr, hozir ham rahmat aytaman shu menga yordam berishganlari uchun hammalariga. Kvartiraga ham o'sha topshirganman. Bu yerda o'zi studentlarning o'zi yotoqxonalari O'zbekistondan ozgina farqli. Yotoqxonalar umumiy bo'ladi. Har xil, misol uchun kompaniyalarning nomi, misol uchun meniki Studentenwerk deb nomlangan yotoqxonada turaman. O'sha bu bitta jamiyati, anaqalarni yotoqxonani jamiyat deb aytsa to'g'ri bo'ladimi, yo'qmi bilmadim. Xullas, shu bitta yotoqxonada faqatgina bitta universitetda o'quvchilar emas, juda ham ko'p universitet talabalari turadi, yashaydi. Shu topshirgan paytimda menga 1-oktyabrdan, hali o'zim bormaganman Germaniyaga, 1-oktyabrdan menga yotoqxonani berib yuborishgan. To'g'ri kelgan o'sha narsaga. Keyin kelgan paytimda xullas yotadigan, o'sha turadigan joyim aniq bo'lgan. Dugonamni uyiga kelganman. O'sha matematik dugonam uyida bir kun turib, keyin bir kun ichida hamma dokumentlarimni bitta aka yordam bergan, hamma dokumentlarimni taxlab, boshqa qilib, u narsani odamlar bir oy cho'zib proses davomida qiladigan narsani bir kunda taxlab berganlar hammasini. Shunchaki yordam berganlar-da menga. Hozir eslasam qoyil qolib ketaman. Kelgan paytingizda birinchi navbatda sizga o'sha anmeldung kerak. Anmeldung bu propiska. Propiskangiz bor bo'lsa, keyin qolgan hamma dokumentingiz hal bo'ladi-da. Shu menda propiskamni birinchi bo'lib anmeldung hal qilganmiz. O'zi boya aytganingizdek hamma narsa Germaniyada termin bilan hal bo'ladi-da. U narsada haqida menda tushuncha ham bo'lmaganda, termin o'zi nima. Shu hamma narsani shu menga yordam berib qilib berishgan. Keyin qolgan hamma dokumentlar, o'sha identifikatsion nomi, yana o'sha Gesundheit, health insuranslarim, hamma narsani xullas qog'oz bir kunda bir 5-6 ta dokument taxlab tashlaganmiz. Keyin shu kelib yotoqxonada turib o'qishimga borib kelganman. Dugonam bilan birga qanaqa joy o'zi, binosi qanaqa ko'rib kelganman.
sekin keyin o'qish boshlaganman. Borib kelgan paytimda shu 1-oktyabrda vizam chiqqan bo'lsa, 11-oktyabrlarda kelganman. O'qish o'zi 16-oktyabrdan boshlanganda, kelishim bilan o'qish boshlangan. O'qishim ingliz tilida bo'lgan. Lekin menga maslahat berishgan, kelishim bilan nemis tilini boshlang. Germaniyada nemis tilisiz iloji yo'q deyishgan. Kelishim bilan bir hafta ichida o'qishga chiqqanman, ish topganman, anaqa nemis tilini boshlaganman-da. Shunaqa qilib, shu hozirgacha yuribman Germaniyada. Tushunarli. Hozir ozroq umumlashtirsak, ya'ni sizda viza olganingizdan keyin nima oldingiz? Germaniyaga kelishingizdan oldin kvartira masalasini bu yoqdagi tanishingiz orqali hal qildingizmi? Boyaga kvartirani qanaqa topdingiz o'zi aslida? Berlindan odam topdim. Va o'sha Berlinda aynan yashaydigan, Humboldtda o'qiydigan student yordam berdi menga. Ularning nemis tili darajasi yaxshi edi. Va bir qancha 3 xil anaqaga topshirdim. Yotoqxonaga topshirdim. O'sha 3 ta yotoqxonani ichidan faqat bittasidan ijobiy javob kelgan. Bu yerda hamma narsa shu email bilan, keyin o'sha application topshirish bilan, shunaqa narsa bilan hal bo'ladi-da. Shu 3 ta yotoqxonaga topshirganimda bittasidan javob kelgan, lekin ungacha ham o'zim kvartira qidirib, Berlindagi yashaydigan o'sha kvartiralar beradigan e'lonlar, Facebooklardan, shunaqalardan qidirib, o'zim bitta kvartira topib qo'ygandim. Lekin kvartira ham to'g'risi juda qiyin masala ekan, chunki moshenniklar bo'lar ekan. Shunaqa narsalarga ham duch kelganman o'sha jarayonda. Umuman yo'q joyni adresini berishgan menga. Kartadan qarayman, unaqa uyni o'zi yo'q, joyni o'zi yo'q. Ular bo'lsa menga shotimga pul tashlab ber. Chunki Germaniyada kvartira agarda oladigan bo'lsangiz, bular oldindan kvartira narxiga qarab pul ham olishadi. O'sha keyin uyga qanchalik siz shikast yetkazganingiz yoki shu remont talab bo'lganiga qarab o'sha pulni yoki 100% qaytarib beradi yoki qanchadir qismini qaytarib beradi. Esimda yo'q hozir nima deyilishini. Shunaqa o'sha pulni oldindan to'lagan degan odamlar ham bo'lganda menda. Shuning uchun keyin o'sha yotoqxonaga topshirganman. 3 xil yotoqxonaga topshirganimda bittasidan javob kelgan. Topshirish jarayoniga, application jarayoniga shu Humboldtda o'qiydigan student aka yordam berganda hammasiga keyin yotoqxona olganman shunaqa. O'zi Germaniyaga kelmasimdan oldin javob kelganda menga o'zi aslida odatda bunaqa yotoqxonalarda waiting list bo'ladi. Kamida 6 oy, 1 yil kutishingiz kerak bo'ladi waiting listda tursangiz. Hech kim misol uchun kelib turib haligacha student bo'lib yotoqxonaga o'chirta turganlar bor-da, ololmayotganlar bor. Bilmadim, meni hamma narsaga omadim kelib qolganda o'sha paytda Xudo yo'limni ochib qo'ygan, shunaqa qilib yotoqxona ham topilgan, hamma narsa topilgandi menga. Tushunarli. Ya'ni jarayonlar bunchalik tez va oson ketishi kam uchraydigan holat. Shunaqa, kam uchraydigan holat. O'zimni ham kursdoshlarim ichida juda qimmat narxlarga 700 yevrolarga turganlar bor edi-da. Misol uchun boshqalar bilan qo'shilib kvartiralarda qiynalib turgan dugonalarim bor edi. Men yotoqxonada turaman desam, hamma hayron qolardi. Qanaqa topding? Menga ham o'rgat, men ham topshiray, anaqa qilay deb mendan ko'pchilik shunaqa maslahat o'zimni kursdoshlarim so'rardi. Menga shu yordam berishganligi uchun ishim oson bo'lib ketgandi. Universitet bilan tanishgansiz, universitetga bordingiz, ko'rdingiz, o'qish boshlandi. Va o'qishingiz adashmasam 1 yillik. To'g'rimi? 1 yillik. Siz esa hozirgacha davom etyapsizmi? Shunaqa. Men 2 yil bo'ldi kelganimga, hozir endi 3-yil boshlandi. 5-semestrim boshlandi. Haligacha o'qishni bitirmadim lekin. Tushunarli. Ya'ni bu 1 yillik bo'lgani bilan siz uni xohlagan vaqtda tugatishingiz mumkin degani, to'g'rimi? Ya'ni sizlarda kredit beriladimi? Qani sistema qanaqa? O'sha sistema standart vaqt beriladi sizga 1 yil ichida standart o'qish payti bo'ladi, lekin siz o'zingizni shu anaqangizga qarab, potensialingizga qarab bitirasiz. Boshqacha qilib aytganda, kreditga keladigan bo'lsak, 1 yillik bo'lganligi uchun umumiy kredit miqdori 60 kredit yig'sangiz bo'ldi. Bu degani 30 kreditingiz sizni yopgan fanlaringizga, qolgan 30 kreditingiz master tezisga beriladi.
man kelgan paytim 1 yilni ichida hamma 30 kreditimni yopib bo'lganman. Fanlarimni yopganman, ya'ni. Uni ham ichida o'sha elective modul, keyin anaqa majburiysi bor edi, keyin nima deyiladi hozir esimda ham yo'q. Majburiy va o'sha o'zingiz tanlasangiz bo'ladigan fanlar bor edi. Master tezisga bo'lsa, siz professor topib, o'sha professor bilan birga ishlab 6 oy davomida tezisingizni yozishingiz kerak. Undan tashqari bizda keyin internship ham bor edi. Internship bu praktikaga to'g'ri keladi bizda 1 oylik. Uni ham yopganman. Farmatsevtik texnologiya yo'nalishida. Odatda internship qilingan professorda tezisni davom ettirishadi. Man davom ettira olmaganman, chunki mani professorim internship qilganimdan keyin olmagan. To'g'risi bilimim yetmagan, chunki o'zim ham tan olaman. Bilimim yetmaganligi uchun 6 oy ichida sen qila olmaysan, tezisni yoza olmaysan, ko'p o'rganadigan narsang bor deganda, shuning uchun meni olmagan. Shundan keyin to'xtab qolgan. Boshqacha nima qilib aytganda, o'qishim o'sha joyda shu hamma fanlarni yopib keyin endi professor qidirish bu eng oxirgi bosqichda. Bizda Germaniyada, ayniqsa davlat universitetlarida shunaqa professorni siz o'zingiz topishingiz kerak. O'zingiz bilimingizga qarab, kurslarga borib, qilib, iltimos qilib, shunaqa qatnashsam bo'ladimi deb aniqlasiz. Hech kim sizga men senga professor bo'laman, bo'ldi, men bilan tezis yozasan demaydi-da bu yoqda. Shundan keyin professor qidirishni boshladim. Baribir laboratoriyada tajribam yetarli bo'lmaganligi uchun, boshida aytganimdek, bu tadqiqot yo'nalishi. Biz o'zi farmatsevtikada o'qigan bo'lsangiz ham juda ko'p unaqa tadqiqotlar, unaqa narsalar bilan shug'ullanmaganmiz. Keyin laboratoriya qidirishni boshladim, baribir topa olmadim. Orada nemis tili o'rganayotgan edim. O'zi kelganimdan keyin nemis tili boshladim. B1 oldim, undan keyin B2 oldim. Faqat shu nemis tili, shunga o'xshash narsalar bilan ovora bo'lib qoldim-da. Ish bilan ovora bo'lib qoldim. Keyin xullas shu o'qishim muzlab qoldi. Endi bu semestrdan boshlab, 5-semestrdan qattiq o'qishga kirishib, yangi boshqa kurslar olib, o'zim o'rganishim uchun bioorganik kimyo, instrumental tahlil usullari degan fanlarni olganman. Endi xudo xolasa bu yil amallab professor topib bitirib olish niyatim bor, nasib qilsa. Qarang, siz hozir 30 kreditingizni yopib bo'lib, yana qo'shimcha kredit boshqa fanlar ham olishingiz mumkin bo'lyaptimi shu yerda hozir? Mumkin, farqi yo'q, ha. Siz bu yerda mana bunaqa narsada, siz o'zingizni qiziqishingizga qarab o'qiyverasiz. 30 kreditingizni yopib bo'ldingiz, bo'ldi, boshqa fan olishga haqqingiz yo'q degani emas. Xohlagan faningizni xohlaganingizcha o'qiyverasiz. Aha, zo'r. Keyin yana mana bunaqa narsa, misol uchun men aynan farmatsevtik tadqiqot yo'nalishida bo'lsam, men xohlasam organik kimyo, biokimyo yoki umuman boshqa yo'nalishdagi, yoki umuman bakalavr fanlarni olishga ham haqqim bor. Misol uchun bioorganik kimyo olganman, hozir bu umuman bizning yo'nalish emas, kimyochilarning yo'nalishida. Instrumental tahlil usullari ham aslida asosiy anaqasi bizning yo'nalishdagi emas, bu ham kimyo. Ko'proq o'zi bitta farmatsevtik yo'nalishida men boraman-da, boshqa studentlar hammasi organik kimyoning studentlari asosan. Bizda qiziqishingizga qarab olaverasiz. Bizda ham instrumental tahlil usullari degan fan o'tganmiz-ku bakalavrda. To'g'ri, o'tganmiz, o'qimaganmiz-da. Qanchalik muhim kerak narsaligini bilmaganman o'sha paytda. Bizda ham ya'ni yaxshi zo'r zamonaviy bilim olasiz demayman, lekin umuman instrumental tahlil usullari qanaqa fanligi va qanaqa narsaligini tushuncha bor-ku bakalavr davrida o'tganmiz demoqchiman-da. Xromatografik usullar hammasini. Shunaqa narsalar. Faqat qanaqadir baribir qiyinroqdek tuyuladi menga haligacha. Qanaqadir fizikaga yaqinligi bor-da. Yaxshi. Lekin amallasa bo'ladi. Faqat sal qattiqroq harakat qilish kerak. Shunaqa qattiqroq o'qish kerak faqat shunaqa. Tushunarli. Siz kelishingizdan oldin bank shot qo'ygansiz, o'sha bank shotni ishlatib ishlamay o'qiyman deganmisiz yoki u bank shotni yo uyga kimgandan qarz olganmisiz, uyga qaytarib yubormoqchi bo'lganmisiz, ish topib, nima qanaqa maqsad bo'lgan, qanaqa reja bo'lgan? Bank shotni hech kimdan qarz olmaganmiz, faqat samolyotimga, biletimga pul yetmay qolgan, o'shanda qarz olganmiz. Lekin bank shotni o'zi uyimizdagi puldan dadam berganlar. Uni qaytarib olish boshqa degan hech qanaqa unaqa planim bo'lmagan, chunki men
u narsani shu Germaniyada 1 yil yashashim uchun qo'yilgan bankshotim edi. Menda boshqa joydan keladigan pulim ham yo'q edi. Hech qanaqa fikrim ham yo'q edi, ishlasam qanaqa bo'lishi haqida. Lekin baribir o'sha kelgan paytimda meni to'g'ri yo'naltirib, to'g'ri maslahat berib, yordam berishganligi uchun o'zi Germaniyada student sifatida 16B paragraf bo'yicha kelganman. Sizda Teilzeit ishlashga ruxsat bor. Bu degani part-time job, ya'ni 0.5 stavka ishlasangiz bo'ladi. Ammo lekin kelishim bilan 0.5 stavka ishlamaganman. Unaqa ish menga hech kim bermasdi ham, nemis tilini bilmasdim chunki. Shuning uchun o'zbek restoraniga ishga kirganman. 0.25 stavka bilan mini job bo'ladi bu. Bu degani bir oyiga taxminan adashmasam shu 538 yevromi shunaqa bo'lardi-da. Germaniyada siz o'rtacha yashashingiz uchun bir oyda 1000 yevro deb hisoblangan. O'rtacha plus minusda, ya'ni 9 nechada 1000 ga yaqin. Mani blokshotim ham aynan shu har oyda menga 1000 yevro tushib turadigan darajada unaqa bo'lgan. Hisoblangan bo'lgan. Undan tashqari shu o'zimni o'qishimni o'qib, bu yerda nemis tilimni ham boshlaganligim uchun va shuning uchun ham faqat mini jobda ishlaganman-da. Part time birdan ish topolmaganman ham ko'p vaqtim olib qo'yadi deb o'ylaganman. Shu mini job bilan boshlaganman ishimni. Tushunarli. U ham borganingizdan tanishingiz orqali topilgan mini job. Tanishim orqali, ha. O'zbeklarning restorani bo'lganligi uchun olishganda. Tushunarli. Keyin 05 ish ham topganmisiz? Ha, keyin endi 1 yil vaqt o'tdi, vizamni cho'zishim kerak. Viza menga 1 yillikka berilgan edi. Vizam cho'zishim uchun men endi yana asos ko'rsatishim kerak. Men Germaniyada o'zimni o'zim boqa olaman, pulim yetadi degan narsa bo'lishi kerak. Keyin shu o'sha restoranda o'sha payt hali ham ishlardim. Keyin o'sha 0.5 stavkalik ishga kontrakt qilib berishgan menga vizaga ko'rsatishim uchun. Va shu 0.5 stavkali ish kontraktim bilan ko'rsatib viza olib chiqqanman, yana 2 yilga olganman. Uni keyingi vizamni hozir 2026-yil oktyabr oyigacha vizam bor-da. 2 yil. O'shandan beri hozirgacha. Undan keyin ishimni o'zgartirdim. Nemis tilim yaxshiroq bo'lganligi uchun hozir juda ko'p narsalarni boshlab qo'yganman. Faqat o'qishni o'zi emas. Bakalavr diplomimni tan oldirishni boshlaganman. U proses may oyida boshlanagandi. Eshitgan bo'lsangiz kerak, shu Germaniyada ko'p mediklar, farmatsevtlar o'sha FSP, KP imtihonlarini topshirib, farmatsevt sifatida ishlash, o'sha narsani boshladim hozir. B2 olish niyatim yo'q edi o'zi. Keyin qarasam, bu yerda o'qishimdan proses bo'lmayapti, hech qanaqa professor topilmayapti, nimadir qilishim kerak. Shu bakalavr diplomimni tan oldirish varianti kelgan. Nemis tili o'qishim kerak bo'lgan, keyin yana B1 olganimdan keyin qarasam B2 olmasam bo'lmas ekan, B2 oldim. Tayyorlanib, keyin shu unga ham hujjatlarni may oyida topshirgan bo'lsam, shu 2025-yil may oyida yig'ishni boshladim. Keyin javobi hozir men proses hali ham ketyapti-da. Hozir endi bu narsa hamma dokumentlarimni topshirib bo'lganimdan keyin endi o'sha FSP imtihoni uchun 3-martga termin bergan. Endi shu FSP imtihoniga kirib chiqishim kerak 3-martga. Aha, tushunarli. Bu imtihoningiz to'g'risida sal keyinroq gaplashamiz. Birinchi shu magistraturada olgan kurslaringiz haqida gaplashsak, keyin u imtihonga keyinroq yana to'xtalamiz. Magistraturada qanaqa kurslar oldingiz? O'zbekistonda 1 oy magistratura o'qidim dedingiz. O'shani sal taqqoslab solishtirib bera olasizmi? Taqqoslab yer bilan osmoncha farqi bor. Xo'p, farmatsevtikada texnologiya yo'nalishida o'qigan bo'lsam, 1 oy o'qidim. Tushunib yetgan narsam, farmatsevtika institutida magistraturasida faqatgina sizni institutda domla bo'lishga tayyorlaydi. Ya'ni sizga prezentatsiyalar, mustaqil ishlar, shunga o'xshash qog'ozlar, shunaqa narsalarni to'ldirishni o'rgatdi. Men 1 oy faqat shu narsa bilan mashg'ul bo'ldim. Bir kunda 5 kun o'qish bo'lsa, soat 8:30 dan 4 gacha o'tirib faqat kompyuterda mustaqil ish qilardik. Endi bilmadim, texnologiya yo'nalishi shunaqa bo'lganmi yoki men keyinchalik bilish bo'yicha. Hozir shunaqa. Ha, bilmadim qanaqa. Xullas, Germaniyada umuman boshqa narsa. Germaniyada siz o'zingiz harakat qilasiz, o'zingiz olasiz. Sizga mudom list berib qo'ygan bo'ladi. O'sha listlardan o'zingiz tanlab qaysi qiziqishingizga qarab, даже radiokimyo, nima yana, anorganik kimyo, organik kimyo degan yo'nalishni ham olsangiz bo'ladi-da.
bizda shunaqa narsaki, yo'nalish farmatsevtik tadqiqot bo'lganligi bilan bizda meditsina studentlari ham bor edi, bakalavr bitirib kelgan. Yana umuman boshqa shunchaki farmatsevtikaga ozgina yaqinroq bo'lgan biologiyani o'zidan ham kelgan studentlar bor edida. Professorlarimiz ham xuddi shunaqa. Kelgan paytimizda professor bizga aytgan, agarda siz misol uchun master tezis, bu bizdagi asosiy maqsad, qilmoqchi bo'lsangiz, siz aynan farmatsevtika bo'yicha qilishingiz shart emas. Xohlasangiz meditsina bo'yicha qiling, xohlasangiz biologiya, kimyo yoki shunga o'xshash yo'nalish bo'yicha qilsangiz ham bo'ladi tezisni. Faqat ozgina o'sha farmatsevtikaga bog'lab ketadigan joyi bo'lsa bo'ldi. Misol uchun, meni o'zimni kursdoshlarimning ichidan ikkitasi texnologiya bo'yicha, farmatsevtik texnologiya bo'yicha tezis qildi, bittasi immunologiya bo'yicha qildi. Immunologiya umuman boshqa yo'nalishda, farmatsevtikaga aloqasi yo'q bo'lgan yo'nalish. Lekin shunaqa qilsa ham bo'lar ekan. Misol uchun, men ham balkim biokimyo bo'yicha ketarman keyinchalik. Bu yerda shunaqada, Germaniyada misol uchun siz kimyoni o'qib turib farmatsevtikaga o'tib ketsangiz bo'ladi yoki biologiyani o'qib turib meditsinaga o'tib ketsangiz bo'ladi-da. Shunaqa qiziqishingiz nimaga bo'lsa o'shani o'qiverasiz. Kurslarga keladigan bo'lsak, bizda asosiy ikkita kurs bor edi. Buni bittasi o'zbekchasiga tarjima qilsa, farmatsevtika sohasidagi hozirgi aktual bo'lgan muammolar degan kurs edi. Unda hamma o'sha professorlar kirib chiqadi bizga va o'sha o'zini qanaqa research qilayotganligini ko'rsatadi va o'sha domlalarni qilayotgan researchga qarab, keyinchalik biz o'zimizni master tezisimiz uchun qiziqishimizga qarab professor tanlardik. Ikkinchi majburiy bo'lgan fan bizda anaqa edi. Tadqiqot ko'proq shu paperni qanaqa yozish kerakligi haqidagi fan edi-da. Ko'proq shu masal uchun PhD ga yoki umuman tezislarni qanaqa yozishingiz kerak, qanaqa turdagi misol uchun paperlarni nima qilib yozishingiz kerak. Shu narsa haqida u yozgi semestrda bo'ldi asosan, chunki bizniki paperga yozishga qaratilganda ba'zi yo'nalishimiz. Shuning uchun shu ikkita fan majburiy fan edi. Qolgan fanlarni o'zingiz tanlasangiz bo'lardi. Siz nima fanlardan tanladingiz? Xo'p, men quality management degan fan tanlagandim. Sifat menejmenti. Sifat menejmenti. Keyin esimda ham yo'q nima fan yopganim hozir. Ancha bo'lib ketdi-da, to'g'risi. Keyin yana nima tanladim? Introduction of pharmaceutical nimadir, farmatsevtikani anaqasini dokumentatsiya bilan ishlaydigan fan edi-da, xullas. Bitta olgan fanim. O'sha aynan Germaniyadagi farmatsevtik dokumentlar, shunaqa narsalar haqidagi. Biz menimcha o'tamiz-ku, farmatsevtik iqtisodmi, o'shanga to'g'ri keladi ko'proq. Tushunarli. Shunaqa fan olgandim. Keyin endi hozir o'sha bioorganik kimyo bilan instrumental tahlil usullarini oldim. Endi to'g'ri fan. Endi to'g'ri yo'nalish va endi to'g'ri fan olibsiz-da. Ya'ni kerakli o'qiydigan. Shunaqa. Birinchi kelgan paytimda men modulimni 30 modul to'ldirsam bo'ldi edi-da. Men uchun osonroq fan bo'lish kerak edi. Qiynalmasligim kerak edi. 30 kreditimni yopsam, keyin birdan tezisga domla topsam, 1 yil ichida bitirib tashlasam degan fikrlar bo'lganda. Xullas, noto'g'ri yo'nalishda bo'lganman. Lekin afsuslanmayman. Endi o'sha paytda baribir birinchi kelgan paytingizda hamma narsani tushunmaysiz. O'zbekistondan kelgan odamga umuman yangi narsa bo'lgan, menga hamma narsa, shuning uchun. Tushunarli. Endi yo'lga chiqdim. Yaxshi. Endi hozir bu ikkita fanni tugatganingizdan keyin bu professor topish menimcha osonlashsa kerak. Ya'ni sizda yaxshi ikkita fan bor, tugatganingiz, kreditingiz bor. Keyin imtihonni yaxshi o'tish kerak edi. Imtihonni yaxshi o'tsangiz professor topasiz. Taxminan qaysi yo'nalishda tezis qilmoqchisiz? Aniq bo'lmasa agar. Hozircha shu aniq bilmadim, lekin baribir shu o'sha instrumental tahlil usullari ichidan aynan qaysidir anaqani tanlab nimadir qaysidir yoki farmatsevtika yoki biokimyo bo'ladi-da, aniq bilganim. Ko'proq mamnaqa narsada sizni professoringizga va professor topganingizdan keyin uni PhD studentiga ham bog'liqda. Bu yerda chunki o'sha master studentlar PhD student bilan ishlaydi. Misol uchun, men hozir internship qilgan paytimda PhD studentim menda farmatsevtika yo'nalishi bo'yicha agarda ish olayotgan bo'lsa, men aynan uni nima qilayotganini bo'lsa, shu narsani o'rganaman-da.
hozir to'g'risini aytsam, o'zimda qiziqish shu ko'proq biokimyo, farmatsevtikani o'rtasida turibdi. Farmakologiya, biokimyoni o'rtasida. Tushunarli. Lekin o'sha ikkita fanni yaxshilab chuqur o'rganing, lekin juda kerak bo'ladigan fanlar. Ya'ni asos fanlarda, asos fanlar. Shunaqa lekin. Tushunarli. Demak, bu fanlarni tugatganingizdan keyin bu o'qib borasiz va qo'shimcha siz hozir o'zimizni bakalavr diplomini tan oldirmoqchiman dedingiz. Buning asosiy maqsadingiz nima? Ya'ni bu nima uchun tan oldirmoqchisiz o'zi? Nimaga kerak u? O'zimni sohamda ishlash uchun shunchaki. Chunki u diplomni tan oldirsam, aptekada ishlasam bo'ladida. Shu maqsad aptekada ishlash, o'zim sohamda ishlash, faqat apteka emas, balkim ishlab chiqarish, shunaqa narsalarga ham to'g'ri kelsa. Hozir misol uchun baribir men o'zimni o'zim moliyalashtirib kelganman. Hozirgi paytda ham o'zimni o'zim moliyalashtiraman. Ya'ni ishlashim kerak baribir. Men hech qanaqa stipendiyam yo'q yoki boshqa narsam yo'q. Hozirgi paytda aynan misol uchun Edeka degan nemislarning marketi bor, o'sha marketda kassada ishlayman. O'sha berilgan limitda misol uchun aniqmaydi, lekin agar men diplomni tan oldirib o'zim sohamda ishlasam, birinchidan o'zim soham faqatdan apteka sohasi, ikkinchidan oilaga yaxshi. Vizamni cho'zdirgan paytimda ham bundan keyin bu yog'iga misol uchun o'qishimni tugatib yoki o'sha anaqa keyin ish qilishimni kutib o'tmasdan birdan vizamni cho'zgan paytimda ishchi vizani olishim mumkin keyingi safarga agar ulgursam. Diplom tan oldirishga. Tushunarli. Hozir siz bankshot qo'ygandingiz, 1 yillik. U bankshot tugagandan keyin siz 0.5 stavka ishlatganingiz haqida ma'lumot ko'rsatgansiz, dokument qilgansiz. Undan keyin o'sha 0.5 stavka ishlab yurayotgan, topayotgan pulingiz yashash xarajatlaringizga bemalol yetyaptimi? Ya'ni uydan hech qanaqa yana moliyaviy yordam so'ramadingizmi? Yo'q, yetadi shunaqa. Chunki o'zi Germaniyada soatiga eng kam oylik ish haqqi hozir 12.90, endi yanvar oyidan adashmasam 13.90 yevroga chiqadi va studentlarga 16-B paragraf, meni paragrafim bo'yicha 20 soat ishlashga ruxsat berilgan. Bu degani bir oyda 80 soat, lekin shanba yakshanbalarning hisobiga yana o'sha plus minus hozir men 86 6 soat ishlayman-da bir oyga. O'sha ishlagan pulingiz o'sha 1000 yevrolar atrofida bo'ladi-da, o'sha 20 soat ishlagan. Menga bemalol yetadi. 20 soatni ham misol uchun bir haftada 3 kun faqat ishga boraman. Hafta oxirida boraman, qolgan kunlari dars qilaman, faqat universitetdagi o'qishim bilan shug'ullanaman. Bir kunda ham misol uchun maksimum o'zi 8 soatga ishlashga ruxsat berilgan. Men 7 soatdan ishlayman 3 kun. Shunda 21 soat. Tushunarli. Ya'ni shanba, yakshanba bo'lsa, keyin payshanba, juma, shanba, yakshanba kuni ishlamaydi. Tushunarli. Demak, 3 kun o'qish, 3 kun ish qilib olgansiz o'zingizga. Shunaqa qilib olganman, o'zim. Zo'r. Demak, siz hozir o'sha imtihonning nomi nima dedingiz? Farmatsevtlar topshiradi. Tushunarli. Uning uchun sizga B2 sertifikati va o'sha testni topshirishingiz kerak. Testlar qaysi fanlardan bo'lar ekan? Yo'q, B2 sertifikati kerak. Keyin u o'zi imtihonni topshirishim uchun u o'zi Sibir degan imtihonga to'g'ri keladi. Shuning uchun ham B2 so'raganda u. Faqat Sibirni ham aynan apteka yo'nalishidagi, ya'ni siz aptekada turganingizda aptekadagi o'sha terminlar bilan, farmakologik so'zlar bilan gaplasha olasizmi, yo'qmi? O'sha narsa sizni Sibir darajangizni aniqlab beradi, fachsprachprüfung. Siz u Sibirni olganingizdan keyin o'sha hamma yig'gan dokumentlaringizni men topshirib bo'lganman. O'sha undan keyin yana chalasi bo'lsa, yana kelaveradi sizga xat, qaysi chala bo'lsa shuni topshiring deb. Bu Sibir sertifikatimni olib, qaytadan yana o'sha Lagezoga topshiraman. Lagezo bu Germaniyani o'sha Sog'liqni saqlash vazirligi. O'sha Sog'liqni saqlash vazirligiga topshirgan paytimda keyin ular men dokumentimni ko'rib chiqib, Kenntnisprüfung uchun ruxsat beradi. Kenntnisprüfung KP, ya'ni bu sizni endi aynan farmatsevtika yo'nalishida o'sha bilimingizni tekshiradigan imtihon. Ya'ni farmatsevt sifatida haqiqatan bilimingiz bormi, yo'qmi? Bunda to'g'risi hozir aniq ma'lumotim yo'q, lekin taxminan bilishim bo'yicha 3 ta yoki 4 ta fandan imtihon topshiriladi-da. Farmakologiya, farmatsevtik iqtisod
yana bir nimalar hozir bilmayman to'g'risi. Hozir men diqqatim shu FSP topshirishga qaratilgan. Undan o'tib olsam, keyin KP topshiraman deb hozir unga chalg'imay turibman to'g'risi. O'zi buni ham boshlaganimning sababi bizning universitetimizda kurs ochildi yangi. FSPga tayyorlov kursi va KPga tayyorlov kursi. O'zi umuman bunaqa kurslarning narxi juda ham baland. O'zim qidirib ko'rgan paytim faqat o'sha SBRni o'zi uchun, FSPni o'zi uchun oyiga 500 yevromi, ba'zi joylarda 800-900 yevrolab 6 oylab o'qitadigan kurslar bor ekan, juda qimmat. KPni o'zini kamida 6 oy o'qishadi. Uni ham shunaqa oyiga 500-600 yevro to'lab 6 oy o'qiladigan kursda u. Bizda universitetimizda tekinga ochilib qoldi u. Keyin shunga vashi zo'r bo'ldi menga dedimda, tekinga bo'lgandan keyin o'qishim kerak buni обязательно deb shu boshladim. Ham u bitta proyekt qilib boshlangan va proyekt aynan bizni farmakologiya yo'nalishimizdagi PhD yoki doktorant, aniq esimda yo'q. Bitta o'sha Misrdan kelgan aka edi. O'sha har safar sizni savolingiz bo'lsa, savolingizga javob berib, men hozir xohlagan paytimda email yozaman shu akaga. Menda mana shunaqa problema, mana shunaqa xat keldi, mana shunaqa bo'ldi deb mana shu FSP KP bo'yicha har doim javob beradi. Chunki ularning proyekti shu-da u. U rezultat ko'rsatish kerak. Mana shuncha o'quvchini biz bitirib chiqardik mana shu oyda va mana shu oyda shuncha o'quvchi KPdan imtihon olib, mana hozir aptekada ishlayapti degan narsa ko'rsatish kerak u ham. Uni ham DAT moliyalashtirgan, adashmasam. Tushunarli. U hech qanaqa kredit bermaydi. Yo'q, u kredit bermaydi, u o'zim uchun. Shu unaqa ishlashim uchun. Zo'r, tushunarli. Demak, siz bu magistraturani tugatish uchun ikkita oxirgi olgan kursingizni tugatasiz, undan keyin master tezis yozasiz, professor topib, undan keyin imtihonlaringizni topshirib, bakalavr diplomingizni tan oldirasiz. Undan keyin reja umuman Germaniyada qolib aptekada ishlab yoki qanaqadir ishlab chiqarish sohasiga kirib o'sha yerda ishlashmi yoki yo'nalishingiz qanaqadir PhD qilib researchga o'tib ketishmi? O'zi niyatim PhD qilish aslida. Tezisimga qarayman, baribir uni planim shunaqa, lekin PhD qilish niyatim bor, xudo xohlasa, agar niyatlarim o'xshasa. Research yo'nalishida ketish bor. Endi apteka chunki baribir juda o'sib ketadigan emas, soha emas. Faqat shu ishlab yursa bo'ladi, yaxshi oilaga Germaniyada yaxshi to'lashadi-yu, lekin keyinchalik faqat aptekachi bo'lib qolish niyatim yo'q. Tushunarli. O'zi Germaniyada apteka qanaqa yuritilish bizning aptekalardan qanaqa, nimasi bilan farq qiladi? Apteka sistemasi umuman farq qiladi. Bu joyda misol uchun har qadamda apteka yo'q, biznikiga o'xshab. Aptekalar sanoqli. Lekin bu yerda misol uchun retseptsiz beriladigan dorilar, DM market bor bizda. Drug market deyiladi, DM degan yoki Rozman degan. U joylarda umuman ular shunchaki market, u yoqda umumiy kosmetika, hamma narsalar, shunga o'xshash narsalar sotiladi, lekin retseptsiz beriladigan batlar, masalan, har xil vitaminlar, minerallar, keyin tomoq og'rig'ida ishlatiladigan dorilar, choylar, shunga o'xshash narsalar ham sotiladi u yoqda. Bemalol borib retseptsiz olsangiz bo'ladi. Bu narsa ko'proq bizning aptekaga to'g'ri keladi-da. Aptekada retseptsiz beriladigan narsa hozir ko'payib ketgan-ku. Aptekani o'zida, misol uchun, bizda retsept bilan beriladigan dorilar ko'pincha, men hozir aytgan bat, vitamin, boshqa narsalar ham bo'ladi, lekin asosiy apteka deganda xayolga keladigan narsalar bu retsept bilan beriladigan dorilar. Keyin bu yerda har xil o'sha anaqalar bor. Nima edi? Health insurancelar har xillari bor-ku. Shuning uchun hamma health insurance har xil skidkalar qiladi-da. Misol uchun, men o'zim bitta dorini borib olsam, qaysidir dorini health insurance qoplab beradi, qaysidir doriga o'zim pul to'lashim kerak. Shunga qarab farq qiladi O'zbekistondan. Keyin narkotiklar sotiladi aptekada. Agar xabaringiz bo'lsa, shu o'zi Germaniyada mumkin emas edi narkotik sotish. 2023 yoki 24-yilda adashmasam, yanvar oyidan boshlab narkotik sotishga ruxsat berildi. O'rtacha miqdori 2,5 milligramm shunaqa. Xullas shular bor. Keyin ba'zi dorilarni o'zlari aptekada tayyorlashadi. Hozir o'zim ham aptekada praktika qilyapman. Faqat
fravilligi deydi. Hech qanaqa unga pul to'lanmaydi, boshqa qilmaydi. Men o'zim xohlab borib uni qilganman. И farqi misol uchun bizada aptekalarda dorilarni gruppasiga qarab polkalarga taxlab tashlashadi-ku. Bu yoqda unaqa emasda. Bu yoqda tortmalar, juda ko'p tortmalar bo'ladi. O'sha har bitta tortmaga yozilgan bo'ladi. Bosh harflar bilan yozib qo'yishadi-da. Siz xullas qidirib o'tirmaysizda dorini. Qayerda turardi, yurakdamidi, bir narsadamidi deb biz qidirib o'tiramiz-ku aptekada ishlaganimizda. Bu yoqda shunaqa alfavit bo'yicha qo'yilgan bo'ladi. Hamma narsa tortmalarga o'sha alfavit bo'yicha qidirib topib, berib, aniqlab. Men bilgan asosiy farqlari shu. Tushunarli. Antibiotiklar ham faqat retsept bilan beriladi. Bizda shunday bo'ladi, bu yerda hamma narsa. Hozir bizda ham yangilik bo'lgan, uni hozir keyinroq aytaman. Retsept qanaqa beriladi? Ya'ni doktorga borib u qog'ozga yozib beriladimi yoki qanaqadir boshqacha yo'li ham bormi uni berishda? Qog'ozga yozib beriladigan retseptlar ham bor. Ba'zi retseptlar sizni o'sha o'zingizni kartangiz bo'ladi, health insurance, o'sha kartangizni ichiga yozilgan bo'ladi, elektron retsept bo'ladi. O'sha kartangizni bersangiz, kartani shunda qo'yishadi, retsept chiqib keladi. Tushunarli. Va u retseptni siz adashmasam shu 1 oy ichida borib aptekadan olsangiz bo'ladi. Retsept bilan beriladigan hech qanaqa dorini olishda iloji yo'q, to'g'rimi? Bizda olaveramiz. Iloji yo'q. Tushunarli. Endi 10-dekabrdan O'zbekistonda ham shunaqa kuchga kirdi. Endi Toshkent shahrida va viloyatlarda, bitta-bitta tumanlarda, 14 ta tumanda hozir shifokorlar elektron retsept tizimi joriy etildi. Ya'ni aptekaga kirsangiz elektron retseptsiz hech qanaqa qo'lingizga retsept bilan beradigan dorini apteka bermaydi, bersa jarimasi bor. Bu narsa endi kuchga kirdi 10-dekabrdan. Juda ko'pchilik vahima qilib tashlashyapti hozir. Qiyin bo'lyapti. Ya'ni siz oilaviy shifokorga borasiz, oilaviy shifokor sizga tashxis qo'yadi va sizga elektron retsept yozadi. Elektron retseptni sizga yozganidan keyin siz xohlagan aptekaga borasiz, siz IDingiz orqali o'sha elektron retsept ularda bazasida ko'rinadi va o'sha orqali sizga preparat taqdim etadi farmatsevt. Ya'ni avvalgidek qog'ozlarga yozib 10-15 ta qilib nimadir unaqa narsa yo'q. Ya'ni elektron retseptda maksimalni 5 ta kiritish mumkin. Agar 5 tadan oshiq preparat kiritmoqchi bo'lsangiz, uni aynan sababi keltirilishi kerak. Nima uchun 6 yoki 7 preparatni qo'shyapti? Vrach uni sababini keltirish kerak bo'ladi. Ya'ni avvalgidek 10 talab birdaniga dori yoza olmaydi-da. Keyin xursand bo'ldim. Yaxshi yangilik. Dorini keyin asosiy ta'sir etuvchisini yozadi. Ya'ni azithromycin deb yozadi. U azithromycin tarkibli xohlagan boshqa, masalan, Azimac bo'ladimi? Shunaqa xalqaro patentlanmagan nomini yozadi. Savdo nomidagini esa farmatsevt tavsiya qiladi. Shu tarkibli shu bor, qaysini olasiz deydi. Keyin uni mijoz xohlaganini tanlab borib oladi. Ya'ni bu degani firma bilan ishlash ham, firma bilan doktorlashaylik, o'sha ham kamayadi degan anchaga. Lekin ba'zi jihatlar qolyapti, baribir savdo nomi bilan ham yozish imkoniyati baribir saqlanib qolyapti-da, elektron retseptda baribir. Lekin eng yaxshisi o'sha elektron retsept tizimi kiritildi. Bu bosqichma-bosqich yaxshilanib o'rganilib, xatoliklari bor. Ya'ni joriy etilyapti, lekin yaxshi tomonga o'zgaryapti mana shu qismi, elektron retsept tizimi. Ya'ni aholini juda ko'p o'zini masalan aptekaga to'g'ri borib, dori olib, o'zini o'zi davolashni oldini olish uchun keyin shu aylanma dorilarni oldini olish uchun shu narsa joriy etilyapti. Ya'ni aptekada masalan shunchaki borsangiz dori ola olmaysiz, retseptingiz bo'lmasa, endi u avvalgi dorilar esa shunchaki avval borasiz, qanaqadir aylanma yo'l bilan kirib kelgan dorilarni sotish mumkin bo'lgan bo'lsa, apteka endi sota olmaydi-da. Chunki agar retseptsiz sotsa, jarima qo'llanadi. Agar bilib qolishsa, litsenziyasi bekor bo'ladi. O'shanda aptekalar qo'rqishadi. U aylanma yo'l bilan kirib kelgan dorilar esa elektron retseptga yozishda iloji yo'q. Tushunasizmi? Chunki u bazada O'zbekiston Respublikasining mana bu reyestriga kiritilgan, ya'ni registratsiyadan o'tgan preparatlar ro'yxati bor. O'sha ro'yxatdan olib yozish mumkin. Chetdan boshqa yoza olmaydi. O'sha sistema 10-dekabrdan joriy bo'ldi. Endi hali ancha vahimasi ko'tarilyapti, qiyin bo'lyapti, lekin xalqning o'rganishi.
o'rganib ketadi. O'rganib ketadi nasib. Shunaqa. Menimcha ancha yaxshi, qiziqarli suhbat bo'ldi. Ancha ko'p ma'lumotlar berdingiz. Ko'rayotgan tomoshabinlarga foydali bo'ldi degan umiddaman. Agar iloji bormi, qanaqadir kimdadir savollar bo'lsa, sizda Telegram yoki Instagram yoki qanaqadir sizga aloqaga chiqish bo'lgan kontaktni qoldirsak. Ha, mayli, qoldiraman. O'sha kimdir qanaqa nimadir bo'ldi. Uni kontakt, kimgadir qanaqadir savollar bo'lsa, balkim sizga aloqaga chiqishi mumkin bo'ladi. Rahmat sizga, vaqtingizni ayamay, vaqtingizni ajratganingiz uchun. Menimcha yaxshi suhbat bo'ldi. arzimaydi. Agar foydali bo'lgan bo'lsa xursandman. Nimadir yetkazib bera olgan bo'lsam, sizga ham omad, yaxshi blog ochibsiz. Aynan farmatsevtlar uchun juda ham foydali, xursand bo'ldim. Bunaqa blog menimcha birinchisi sizda. Hali bu paytgacha bunaqa hamma farmatsevtlarni yig'ib, bunaqa suhbat qilganlar eshitmadim. Sizga ham rahmat. Shunaqa podkastga chaqirib, o'zim birinchi podkastim, bilmayman qanaqa bo'ldi. Tabiiy gapirishga harakat qildim, iloji boricha borini ochib ko'rsatishga. Shunaqa. Rahmat. Xo'p, rahmat sizga ham, sog' bo'ling. Xo'p, mayli. Xo'p.